عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر السفرة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه payg'ambar alayhissalomning huzurlariga keldilar. U kishida sariq rangda izi bor edi. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة. payg'ambar alayhissalom Abdurrahmon ibn Avfdan so'radilar. Ya'ni sariq rangda izini ko'rib bu nima deb so'raganlarida Abdurrahmon ibn Avf aytdilarki, bir ayolga uylandim dedilar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها. payg'ambar alayhissalom unga qancha mahr berding dedilar. Nikohdan avval mahr beriladi, ayolda haqqi. Abdurrahmon ibn Avf aytdilarki, zinata nawati min zahabin dedilar. Danak vaznida tillo mahrga berdim dedilar. Bir danak miqdoricha og'irlikdagi tillani mahr qilib berdim dedilar. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam awlim walau bishatin. payg'ambar alayhissalom bitta qo'y bilan bo'lsa ham valima qilib bergin dedilar. Bitta qo'yni so'yib bo'lsa ham to'y qilib bergin dedilar. Demak, nikoh oila qurilar ekan, uni to'y qilib bildirishlik shariatimizda bor, mustahab amal. Mana shuni Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ga payg'ambar alayhisalom ko'rsatma qilib berdilar.